Assalomu alaykum arkadaşlar. Minglashcha YouTuber olmoqchi bo'lsangiz, tak mana o'rtadagi mana plyusni bossangiz, Assalomu alaykum dedi. mana o'rtadagi plyusni bossangiz, bitta videolarni olasiz. Bitta montaj narsa qo'shish mumkin. Masalan, bu tovuq yuradi, hozir menda antenna emas. Mana mening kanalim 155 tomnachim bor. Tak sizda ham shu burchakdagi kirsangiz kanalingiz mana videomni ham ko'rishingiz mumkin. Anchagina montaj. Bunda men mikrofon eganman. Videomni ham ko'rishingiz mumkin. Bunaqa montajlarni bunaqa yozuvlarni chiqarishni men sizlarga shu videomiz 100 tomnachi va shu 77 mingta layk yig'sangiz montajni o'rgataman. Bittagina layk bilan podpisat yopib keting. Sizdan hech narsa ketmaydi, lekin menga megabayt yechadi mendan, chunki bitta tomnaga 2 gigabayt yeycha ekan. Menda shunday bo'ladi. Men telefonda ekan bu. O'shaning uchun layk va obuna bo'lib qo'ying. Men agar pulim yo'qotmoqchi bo'lsangiz, tomnachilar xayr. Ko'rishguncha.